Allohumma salli va sallim va barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi va dawaiha va afiyatil abdani va shifaiha va nuril absari va ziyaiha va ala alihi va sahbihi va sallim degan salovat. Bu salovatni salatut tib deyiladi. Bemorlarga shifo bo'lsin uchun o'qiladigan salovat. Kuni kecha Ramazon-i Sharifda bir 17 yashar bola vallohu alam ya 18 yashar bola Ramazon-i Sharifda shu masjidning oldida menga murojaat qilgan edi. Domla shu menga rak kasal bo'lib qolgan. Falon shaharga shifo talab ketyapman, shu yoqqa bir duo qilsangiz. Duoda haligi bolaga shu salovat-i sharifani yozib, ali bolaning gapiga rahmim kelib ketdi-da, kirib salovatni yozib qo'liga berdim. Bola rosa ozib ketgan. Muhtaram jamoat, eshitib qo'yadigan gap. Kecha shu amakisi xabar qilibdiki, haligi bola domla aytgan salovatni o'qib 95% ga bola yaxshi bo'lib qoldi. Iltimos duo qilib qo'ysin deb. Alloh shifo bersin. Muhtaram jamoat, ko'ryapsizmi? Salovat-i sharifaga gap so'z yo'q, muhtaram jamoat. Salovat-i sharifa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haqlariga aytiladigan salovat. Alloh nima dedi? Ya Muhammadun sallallohu alayhi va sallam, ana liman salla alayk. Men deyapti Alloh. Sizga salovat aytgan ummatingiz uchunman men deyapti. Sizga salovat aytayotgan ummatingiz nima maqsadi bor? Kasali bormi, shifo beraman. Qarzdormi, najot beraman. Xorni aziz qilaman. Do'zaximi jannati qilaman. Xudo va'da beryapti, ey muhtaram jamoat. Alloh va'da berayotgan narsaga biz beparvo bo'lmaylik. Xudoy taborak va taolo 3 kunlik umrni 30 yilga cho'zib qo'yapti. 30 yillik umrni 3 kunga qisqartirib qo'yadigan Alloh ekanligini unutmang. Shu salovat-i sharifalar bizda o'qilsa, har qanday dardga Alloh shifo beradi inshaalloh o'zini izni bilan. Faqat muhabbat bo'lish kerak. Shuning uchun bu salovat-i sharifalarni kasal emas odam 1000 ta o'qisa, kasal odam 10 000 ta o'qisin. Shuning uchun muhtaram jamoat, hammamiz shu narsalarga e'tibor bersak inshaalloh ajab emas. Xudoyim boshqa kasallarimizni hammalariga Alloh o'zi shifo bersin ilohim.